Assalomu alaykum aziz do'stlar. Avvaliga Abdullayev ko'chat jarayonimizdan bir ozroq video qilmoqchi bo'ldim. Kasetalarga solyapmiz buni. Faqat bu 40 talik kaseta Koreyadan kelgan mana katta. 48 talikni qo'yadigan bo'lsangiz oldiga ancha farq qiladi. Mana 48 talik. Bu kichikroq, bu kattaroq teshigi. Bugün eslatib o'tamiz. 25 may yakshanba. Matchning ko'chatlarimiz xudo xolasa. Stakanlarga ham bo'lyapti mana o'rtalarida. Kasetani o'ziga ham qo'yapmiz xudo xolasa. Kasiga agrovolumni sog'dik mana. Sabab tomir o'tib ketmaydi, namlikda ham ushlab turadi. Bularda meva olingan yo'q, mana baquvvat bo'lib xudo xolasa. Agro tadbirlar inshaalloh qilinyapti. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Bu yerda Kingsbury bilan Solheim bor asosan. Bizda shunaqa yangiliklar, tanjonlar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka.